Assalomu alaykum hurmatli chorba ishqibozlari. Lutfullo Malik kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar uchun yana haqiqiy dehqondan promo qo'yib beramiz. O'rtoqlar, yana bola sog'on sigir. Bolasini ovozcha 3-tug'ish. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. O'rtoqlar, ona bolamiz haqiqiy dehqon akamizning mollari. 3-qoringa sog'inlari juda ham kelishilgan. Bolasi tagida yuribdi, emib mana. O'rtoqlar, dehqon akamiz 3-tug'ish ketishlari 8-da endi chiqarayotgan mol. Ko'rdim hammasini o'zim podpischalarimizga arzon narxda. Faqat ovqatni g'aribi mana qarayapsizlar, quruq bahol bilan boqilgan mol. Bolasi 1 oylik atrofida novvoscha. Bir kunga xo'p 5 litr 4 litr 5 litr suti bor deyaptilar dehqon akamiz. Yana bolamiz puli arzon narxda o'rtoqlar, sizlar uchun shuning uchun qo'yapmiz. Bilasizlar, uzoq muddatda video qo'yib qo'ymay shunaqa qilyapmiz. Sababi arzon molimiz tushiramayapti. Arzonni tushirsa keyin qo'yapmiz. O'rtoqlar, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Yana bolamiz 3-tug'ish, bolasi novvoscha. Ho'kizcha deydi-ku, xuddi shunday. 4-5 litr suti bor. Ovqatni g'aribi, oriqligi bor, lekin govdasi lekin juda ham kelishilgan. Birkalari ham bor. Akamiz Qirg'izistondan kelgan partiyalardan olgan ekanlar. Narxini juda ham go'zal narxda qilib kelishtirib qo'ydim. Hamyonbop narxda. O'rtoqlar, govdasi o'ziga yarasha, juda katta emas, lekin uncha-muncha kichkina sigirlardan emas. O'zlaringiz ko'rib o'tiribsizlar. Faqatgina shu ovqatni g'aribi. Narxini nech pul deb o'ylayapsizlar? Kommentariyaga yozib o'z fikrlaringizni bildiringlar. O'rtoqlar, podpiska va like bosish esdan chiqmasin albatta. Narxini dehqon akamiz 20 million tepada deganlar. Aka, molingiz oriqligini hisobiga 20 milliondan pastda deb xullas u boqib savdolashtirib, shuning uchun kelishtirgan narxda qo'ysangiz mana obunachilarimga tavsiya qilaman deb, hurmatli podpischiklarimiz. 20 million deganlar, yo'q, 20 millionga ham qimmat bu molingiz aka. Bu deb juda ham go'zal narxda kelishtirib qo'ydim. Xo'p, 19 million dedilar. 19 million ham emas dedim. Aka, ular 19,5 deganlar, men 18,5 desam, yo'q, 19 ham bo'lmaydi dedilar. Men aytdim, bo'lmasa video qilmayman ekandim. Chunki endi mana podpischiklarimiz kelib olganiga juda ham arzon bo'lishi kerak dedim. Hattoki bozorga solishtirib olganda ham arzon bo'lishi kerak dedim. Tishi 8 butun qilich, o'zim ko'rdim. Unaqa emas. 8 tep-tekis yap-yangi chiqarib qo'ygan. 1 gram molda nuqson yo'q, tepish suzish yo'q. Bolasini ovozcha 4-5 litr suti bor. Dehqon akamizdan barakasini qilib qo'yganmiz. Tayyorgina shuni olib ketishingiz mumkin. 18,5 million so'mga. O'rtoqlar, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Xo'p, telefon raqamlarini qo'yay desam, o'zlari aytayaptilar, antena chiqib chiqmaydi biz tomonda. Qirlik tomon ko'ryapsiz, issiq biz tomon, bunaqa xullas anchagina gaplashib o'tirdik. Hop. Mana telefon raqamiga telefon qilaverasizlar. 97 kodi bilan 033 0316 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Qaytarib o'tamiz. Telefon raqamlarim 97 kodi bilan 033 0316 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Chet elga musofirda yurgan akalarimiz ham bemalol telefon qilishlari mumkin. Xudo xolasa, pulini kelsa kelib ko'rib olaverasizlar. Ma'qul kelsa, o'rtoqlar, pulini kartadan tashlasalaring, molni o'zimiz sizlarga yo'l ko'rasini arzon narxda yordam qilib topib berishimiz mumkin shofyorlarni. Sizlar uchun o'rtoqlar, Lutfullo Malik kanali podpiska va like bosish esdan chiqmasin. Faqat bizning kanalda kuzatib boring. Bozordan arzon narxda. Qani bormi menda qasa? Solishtiraman shu millionlab pasmotra yiqqan, podpischik yiqqanlardan. Shunaqa arzon narxda qo'yib beradiganlar. 18,5 million so'm 3-bolasi, bolasi novoz, 4-5 litr suti bor. Mol Qirg'izistondan kelgan qora shveddan o'rtoqlar mana. Juda ham
bir go'zal holatda. Faqat ovqatda g'aribi oriqligi bor. Ular mana sog'inlari ham juda ham yaxshi. Bolasi ertalab sog'arkanlar, qolgandan bolasi emib yurar ekan. Podpiska va like bosish esdan chiqmasin. Sizlar uchun Lutfullo Mona kanali.